Juda ham noodatiy bo'lgan kreativ fasonlarni Maryams akademiyasida topishingiz mumkin. Albatta sizga Maryams akademiyasi yordam beradi. Bunday noodatiy fasonlarni noldan boshlab, asos andozalarini tayyorlab, modellashtirishda. Mana shu siz ko'rib turgan fasonni ham va nihoyat sizlar uchun darsligini tayyorladim. Bu fasonni men master-klassda ham o'rgataman deb sizlarga 3 ta fasonni tavsiya qilganman. Birinchi fasonni ko'proq tanlaganinglar uchun birinchi fasonni men master-klassda ochiq sizga ko'rsatib berdim va undan tashqari sxemalarni ham sizlarga ko'rsatib yubordim. Endi ko'rib turganingizdek, mana shu fasonga ham navbat keldi. Mana endi sizga to'liq bu darslikni ham tayyorladim. Bu yerda modelirovaniyamiz umuman hech qayerda siz ko'rmagan modelirovaniylardan foydalanilgan. Modellash turlari ham juda ham har xil bo'ladi. Modellash turlari ham o'ziga yarasha urovnlari bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin, ya'ni bosqichma-bosqich tayyorlanadigan modellashtirishlar. Ya'ni bu yerda eng murakkab, noodatiy bo'lgan, bir qaraganda oddiydek ko'ringani bilan, lekin bu yerda asos andozalar juda ham muhim. Asos andozalar qachonki to'g'ri posadkada bo'lsa, bu modellashtirish juda ham oson. Men sizga mana shu noodatiy bo'lgan modelирование darsini ham tayyorladim. Siz mana shu darslikni qachon o'rganib olganingizdan so'ng, sizda umuman muammo bo'lmaydi. Bundan-da kreativ, bundan-da noodatiy modellash turlarini siz bemalol modellashtira olasiz. Bunda albatta Maryams metodi bilan tayyorlangan xuddi shunday asos andozalar sizga yordam beradi. Bizning asos andozalarimiz hamma razmerda qolipdek bo'lib, bir xilda hech qayerdan olinmasdan tayyor bo'lib tushadi. Oldimizga birinchi bo'lib biz xuddi shunday kaketkani chizib olamiz. Ko'krak markazidan yuqoriga 8 sm ko'tardim. Kaketkani xuddi shunday oldi ochilishni 8 sm tushirib, kaketkani oldi qismidagi uzunligini 9 sm qilib chizib oldim. Siz ham xuddi shunday kaketkani uzunligini tayyorlashingiz mumkin. Agar xohlasangiz bundan uzunroq yoki kaltaroq qilsangiz ham bo'ladi. Bu hammani o'zini xohishiga bog'liq. Demak, biz yelkalarimizni xuddi shunday andozalarni qo'yib olganimizdan so'ng, orqa bo'yin o'yindig'ini ham albatta oldidagi qizil mana shu markerda chizilgan liniyalarimizni davom ettirib chizib olishimiz kerak bo'ladi. Orqa bo'yin o'yindig'ini chuqurligini 4 sm qilib tayyorladim. Xuddi shunday oldi va orqani tayyorlab olganimizdan so'ng, orqamizga ham kaketkamizni birinchi bo'lib uzunligini chizib olamiz. Men bu yerda uzunligini 11 sm qilib chizdim. Bu yerda ham hammani o'zini xohishiga bog'liq. Xohlasangiz bundan kaltaroq, uzunroq qilishingiz mumkin. Eng uzuni bo'yicha ko'rib turibsiz, mana shu vitichkamizni boshlang'ich nuqtasigacha chizsangiz bo'ladi. Orqa kaketka uzunligini ham. Hamma o'zini razmeriga qarab, tayyorlanayotgan razmeriga qarab, kaketkani uzunliklarini belgilashi mumkin. Men sizlarga har doim ko'p aytaman, modellashtirishda birinchi o'rinda raqamlar emas, texnikalar. Yaxshilab texnikalarni o'rganamiz va xohlagan kreativ modelirованияларni o'zimiz razmeriga moslab, albatta modellashtirib olishimiz mumkin. Hozir ko'rsatayotgan bu modelirованияni ishoning hech qayerda ko'rmagansiz. Nega deganda bu juda ham yopiq modelирование hisoblanadi. Hamma joyda ham ko'rsatavermaydi. Nega deganda buni o'zi ko'pchilik bilmaydi. Men buni sizga ochiq darslik qilib tayyorlab qo'ydim. Maqsadimiz oliy. Maryams akademiyasi Alloh roziligi uchun eng oliy, eng sifatli va sizni vaqtingizni tejaladigan modellashlarni va darsliklarni doim berib boradi. Albatta siz ham mana shunday darsliklarga ulanib olishga harakat qiling. Bu modelирование darsligimizni ham to'liq holatda Telegram kanalimizni yopiq kanalda o'zingiz ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. Bu modelirованиямizning andozasiga ham 4 razmerga tayyor sxemalarni ham tayyorlaganman. Albatta sxemalar yordamida ham juda ham osonlik bilan siz bemalol bu fasonlarni tayyorlab olishingiz mumkin. Bitta andozani o'zidan ko'rib turganingizdek, xohlasangiz bellik ko'ylakda yoki trapetsa holatida yoki bo'lmasa tunika holatda ham bemalol tayyorlab tikib olsangiz bo'ladi. Birgina andozani texnikasini yaxshilab o'rganib olamiz va xohlagan razmerimizga bemalol foydalansak bo'ladi. Buni aytib o'tganimdek, siz qanaqa fason qilishingizdan qat'iy nazar, yuqoridagi modellash turlarini siz yaxshilab o'rganishingiz kerak. Mana shu texnikani o'zlashtirish uchun albatta izohlarda Maryams deb yozib qoldiring. Biz sizga to'liq ma'lumotlarni yuboramiz. Yopiq Telegram kanalimizga ulanib olib, bemalol siz bu fasonlarni xohlaganingizcha, xohlagan razmeringizga tayyorlashingiz mumkin. Bunday foydali videoni albatta o'tkazib yubormaslik uchun albatta Maryamsga obuna bo'lib, izohlarda fikringizni yozib qoldiring.